Avvalambor assalomu alaykum. Tumanimizdagi, viloyatimizdagi, butun respublikamizdagi aziz hamkasblar, ustozlar, sizlarni barchalaringni bugungi 15-aprel Madaniyat va san'at xodimlari kuni bayrami bilan chin yuragimdan tabriklayman. Mana shunday chiroyli, sharafli kasb bilan shug'ullanayotganimdan, hayotim, ijodim mana shu kasb bilan bog'liqligidan faxrlanaman. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Qashqadaryo viloyat madaniyat boshqarmasi, qolaversa Kitob tuman madaniyat bo'limi xodimlari barchalaringga Rizvongul xalq folklor jamoasini nomidan, ijodkorlar nomidan bugungi bayramlaring muborak bo'lsin deb qolaman. Ilohim yurtimiz tinch, xalqimiz doim xursand, mana shu san'atga, madaniyatga tashna xalqimizga xizmat qilishdan, sharafli kasbdan hech qachon charchamaylar deb qolaman. Bayramlaring muborak bo'lsin.